Qadim zamonda koinot atalmish bepoyon saroyda 9 ta aka-uka sayyora bo'lgan ekan. Quvnoq Merkurijon, yoqimtoy Veneraxon, hazilkash Yer, kulsa ham, yig'lasa ham, uyalsa ham, darrov qizarib ketadigan Mars, shirinlikxo'r Yupiter, ozg'in bo'lay deb hamisha halqa aylantirib yuradigan Saturn, yuvoshgina Uran, Neptun bilan Plutonlar ahilinoq yashagan ekanlar. Ular orasida Plutonni Pluton chaqqon deb atashar. Pluton aqli, zakovati, barcha narsani o'z vaqtida bajarishi bilan hammani hayron qoldirar ekan. O'sha paytlar Quyoshga eng yaqin bo'lgan bu sayyoraga qolgan barcha sayyoralar havas qilisharkan. Ammo borib Plutonda kibr degan illat paydo bo'libdi. U o'zini barchadan ustunman deb o'ylab, do'stlarini kamsitib, dilini og'rita boshlabdi. Sayyoralar yaxshi gap bilan Plutonni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lishibdi. Ammo Pluton o'ziga shunchalik bino qo'yganidan ularni eshitishni ham istamabdi. Shunda Quyosh bobo bir chora o'ylabdi va poyga o'tkazishga qaror qilibdi. Qay bir sayyora poygada birinchi bo'lib kelsa, Quyoshga juda yaqin turadigan bo'libdi. Kutilgan kun kelib poyga boshlangach, Pluton chaqqon, epchilgina emasmi, darrov hammadan o'zib ketibdi. Shu dam uning xayoliga kutilmagan fikr kelib qolibdi. Hammadan chaqqon va dono bo'lsam, nima qilaman ortiqcha urinib, debdi-da, o'zini uxlaganga solib to'xtabdi. Hamma mendan o'zib ketdim, deb xursand bo'layotganda shart o'rnimdan turaman u barchani lol qoldirib, finish chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'taman. O'shanda hamma angrayib qoladi, deb o'ylabdi. Ammo shu kun finish chizig'ini birinchi bo'lib Merkuriy, ikkinchi bo'lib Venera, so'ng Yer, Mars, Yupiter, Saturn va boshqa sayyoralar ketma-ketlikda bosib o'tishibdi. Biroq hanuz Pluton ko'rinmasmish. Xavotirlangan sayyoralar uni izlay boshlabdilar. Qarashsa, Pluton poyga yo'lagining bir burchagida uxlab yotganmish. U uyg'ongach hamma voqeadan xabar topibdi. Endi do'stlarim ustimdan kulib yuradi, deb o'ylab rosa ichi siqilib turganida Venera gap boshlabdi. Pluton do'stim, ahvolingiz yaxshimi? Sizdan xavotir oldik. Boshqa sayyoralar ham unga mehr bilan qarabdi. Pluton esa qilgan ishidan qattiq pushaymon bo'libdi. Shundan beri Quyosh bobo oldida Merkuriy birinchi, Venera ikkinchi, Yer uchinchi, Mars to'rtinchi, Pluton esa eng oxirgi o'rinda turar ekan. Ko'rdingizmi, biz qanchalik kuchli, aqlli va bilimli bo'lmaylik, maqtanchoqlik va o'ziga bino qo'yish qanday yomon ahvolga soladi. E'tiboringiz uchun rahmat.